Rossiyadan Buxoroga kelgan mollar. 6-mart 2025-yil mollarimiz sotuvga Buxoro viloyati G'ijduvon tumaniga. To'qa, g'unojin, nima desalaringiz bor. Qanaqa desalaringiz bor. Mana yo'da limuzin g'unojinlarimiz, angon g'unojinlarimiz живой весga tortib beriladi. Hammasi живой весga tortib beriladi. Simental, Greenford, Tiyaqushmi, Mickey Mouse, Shved, Kalmekskiy parodalar. Hammasi zerlardan bor. Narxlari buqalarimizni 300 kilodan tepasi 65 ming, 300 kilodan pasti 70 ming. Mana bu ichkarida ham mollar bor, shuni ko'rsataman endi. Qani shu mollar bitta like arzimaydimi? Ekranga bosinglar, like bosinglar. Molga qiziqqan akalarga yuboringlar, kommentariyaga alavchalarni qoldirib ketinglar. Sizlar uchun biz zo'r mollarni keltiramiz. Xarid qilinglar.